chaqaloq. Ma, oy, Mustafa. Do'stlar, Nozima vafot etdi, lekin uni vafot etgan yoki uni o'ldirishganmi, bu haqida haligacha ma'lumotlar to'liq bo'lmadi, lekin Dalil.uzning fikrini eshitamiz. Mana shu videoga maksimal like bosamiz, kommentariyada o'z izohlarimizni qoldiramiz. Kimki Nozimaga adolat desa, kommentariyada poddeshka qilamiz. Qani do'stlar, o'z fikringizni chetda qoldirmang, o'z fikringizni aytib o'ting. Eshitinglar. Jim turamiz, Agar- gapiring javob. Mani 100% eshitasan. 100%. Internetlarda shallaqlik qilmasdan, erkak kishi bo'lib turib, shallaqlik qilmasdan faqat mard bo'lib gaplashing. Bu bir. Agarda sen o'zing mani aybim yo'q deb hisoblaydigan bo'lsang, hali kungacha shunaqa hisoblayotgansan. Aybing bo'lmasa, sen bunda qotil bo'lmasang, jim o'tir. Biz o'zimizdan ishimizni professional darajada bajaramiz. Va biz va'da beramiz. Qotilni ham topamiz. Kerak bo'lsa, seni ham joyingni o'tkazamiz. Biz bu narsaga xalqqa fazla va'da berganmiz. Aybing yo'qmi? Qotil emasmisan? Bo'ldi, seni bet hech kim qotilda o'tgan joy yo'q. Jim o'tir. Aralashma. Erkaklarning ishiga aralashma. Bizning ishimizga aralashma.